Nexia 1, Nexia 2 avtomobillarda oldini cho'ktiriladi-yu, bunda bor. Mana ikkita oltin qoidani aytib ketaman. Birinchisi, mana shu prujinaga bor. Ustki qilib chiroyli yumshoq shlankadan o'tkazib qo'yish kerak. Har xil stuk ovoz chiqarmaydi va обязательно mana adbun rezinkani bor, yo Epicanikini yoki bo'lmasam Lasetti'niga jemi qo'yib olgani yaxshi ekan. Bu ham o'tar kelganda bor, yaxshi o'tib beradi Nexia'ning o'ziniga qaraganda va iloj boricha o'ziga mos xohlagan prujinangiz yo Lasetti'ning orqasini yoki bo'lmasa o'zini pastga qisalagan bo'ladi. Mana shu videomizni Nexia 1, Nexia 2 ni cho'ktirgan akalar jo'natib qo'ying. Agar ulardan qanaqadir yoqimsiz ovozlar chiqarib qo'ygan bo'lsa, pastga qilingan. Shu ishlar qildirilgandan keyin xudo xohlasa sizning avtomobilingizda xuddi shunaqa narsalar bo'lmaydi va обязательно yana bitta narsa aytib ketaman. Amortizatorni tushini ancha o'zingni qilib qo'ygan, yaxshi ular zo'r yutib beradi. Joningiz sog' bo'lsin. Har doim tabassum ta'kidlasa, Avtoprofessiya kanaliga shu bugun obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'ying. Aytsam, like bosmayapsiz-ku. Qitmirlik qilib.